Okay guys, hop. Davom ettiramiz. Unit 1, birinchi unit to be mavzuyimiz bo'yicha berilgan uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday bajarishimiz kerak. Hop, birinchi exercise, ya'ni 1-1 da juda ham oson. Shunchaki siz short form, ya'ni qisqa shaklni yozishingiz kerak. Ya'ni she is, she's, they are, their. Xuddi shunaqa yozib chiqasiz hammasini. Keyingisida am is are, ya'ni to'g'ri joyga am yoki is yoki are qo'yishimiz kerak. Misol uchun the weather it bo'lgani uchun is ishlatildi. I ga nima ishlatamiz? Am ishlatamiz. Xuddi shunaqa. Qolganlarini ham xuddi shu tartibda bajaramiz. Keyingisi, bu yoqda endi to be bilan birga subject, ya'ni I, we, you, they, he, she tlar bilan birga ishlatishimiz kerak. Ya'ni gapni tarjima qilamiz va shunga qarab qo'yamiz. Misol uchun I'm not hungry, I am thirsty, ya'ni mani qornim och emas, men chanqadim. Xuddi shunaqa, ya'ni bu yoqda I ishlatilgan, bu yoqda ham xuddi shuning uchun ham I yoki ismiga qarab. Endi keyingisi bu yoqda Liza, ya'ni birinchi unitdagi mana bu Liza o'zi haqida gapirgan. Siz ham xuddi shu tartibda o'zingiz haqingizda gapirishingiz kerak. To be'dan foydalanib, misol uchun my name is nimadir, I am, misol uchun yoshingiz xuddi shunaqa. Lizanikiga bitta qarab olsanglar yana ham oson bo'ladi. Keyingisi rasmlarga qaraymiz. Mana bu so'zlardan to'g'risini qo'yamiz, faqat to be bilan birga. Misol uchun they ikkinchi rasmdagi. Theyga nima ishlatamiz? Are. Endi nima qilishyapti ular? Sovqotishyapti. They are cold. Xuddi shunaqa. Endi bu yoqda pozitiv yoki negativdan foydalanib gap tuzishingiz kerak ekan. Ya'ni it, misol uchun it hot today. Misol uchun xohlasangiz it's hot deysiz, xohlasangiz it's not hot today deysiz. Xuddi shunday qolganlari ham to be dan foydalanib yoki pozitiv yoki negativ, ya'ni notlik yoki notsiz gap ishlatamiz. Oxirgisida bular hammasi o'zingiz haqingizda, o'zingiz holatingiz haqida to be dan foydalanib yozasiz. Misol uchun agar och bo'lsangiz aytasiz I nima am, I am hungry. Xuddi shunaqa tartibda uyga vazifalarni bajaramiz. Okay guys, davom ettiramiz. Unit 2, ikkinchi unitda hop uyga vazifalarni qanday bajaramiz? Hop, birinchi bo'lib bu yoqda find the right answer for the questions. Ya'ni mana bu birinchida turgan bu savollarda, ya'ni 1 dan 9 gacha bo'lgan savollarga siz to'g'ri javob topishingiz kerak. Ya'ni misol uchun birinchi savol uchun where is the camera? G. Mana G in your bag, sumkangizda. Is your car blue? Xuddi shunga mos javob topishingiz kerak. Ya'ni shunchaki harflarni yozib qo'yamiz. Ya'ni uzun qilib buni yozishimiz shart emas, harflarni yozamiz. Ikkinchisida mana bu so'zlardan foydalanib siz shunchaki tartib bilan to'g'ri qo'yib savol yasashingiz kerak. Ya'ni is, misol uchun your mother at home. Mana xuddi shunaqa savol bo'ldi. Ya'ni bularni shunchaki tartib bilan qo'ysanglar bitta savol paydo bo'ladi. Ya'ni birinchi is ishlatamiz, keyin subject, ya'ni your job, keyin interesting bo'ldi, bitta savol. Keyingisi hop, mana bu savollarni tugatishimiz kerak ekan. What, who, where, how, ya'ni shulardan foydalanib shu savollarni tugatishimiz kerak ekan. Ya'ni bu yoqda javob turibdi, shu javobga mos savol yasashimiz kerak. The bus stop at the end of the street. Endi where, ya'ni qayerda deb, ya'ni bu yoqda joyini aytyapti, shuning uchun where ishlatamiz. Where is the bus stop? Xuddi shunaqa. Qolganlarini ham shu tartibda qo'yamiz, faqat to be ishlatish esdan chiqmasin. Hop, keyingisi savol yozar ekanmiz, ya'ni mana bulardan foydalanib savol yozishimiz kerak, ya'ni shularga savol tashlashimiz kerak. What's your name? Paul. American, misol uchun are you American? Yani siz amerikalikmisiz? Bu yoqda endi javoblar turibdi, shunga qarab savol yasasangiz bo'ladi. Endi short answer yasaymiz. Bu juda ham oson. Ya'ni are you married? Agar no bo'lsa not bilan birga ishlatamiz. No, I'm not. Are you thirsty? Yes, I am yoki no, I'm not. Bu yoq endi egasiga qarab yes nimadir, no nimadir, not nima deb ishlatamiz. Xuddi shunaqa tartibda bajaramiz uyga vazifani. Okay guys, davom ettiramiz. Unit 3, 3-chi unitda, ya'ni present continuous mavzusi bo'yicha uyga vazifalar qanday bajariladi, shuni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi exercise'da, ya'ni birinchi mashqda nimalar qilishimiz kerak? Shunchaki rasmlarga qaraymiz, ular nima qilyapti? Ya'ni mana bu so'zlardan foydalanib present continuousda gap tuzamiz. Ya'ni birinchisida she is eating an apple. She is eating, ing qo'shish esdan chiqmasin mana bu so'zlarga hammasiga. He, misol uchun u nima qilyapti? Bu yoq endi bu yoqdagi so'zlardan foydalanib qo'yamiz. Keyingisida, ikkinchisida bu yoqda ham xuddi shu mana bu so'zlardan foydalanib mana bu gaplarni tugatishimiz kerak. Bu yoqda hech qanaqa rasmlar yo'q, shunchaki o'zingizlar tarjima qilishinglar kerak. Tarjima qilib va to be dan foydalanib mana bu so'zlarga ing qo'shib qo'yish ham esdan chiqmasin. Keyingisida rasmga qarashimiz kerak ekanda, Jane haqida gap yozishimiz kerak ekan. Ya'ni have dinner, watch, misol uchun Jane isn't having dinner, ya'ni Jane ovqatlanmayapti. She's watching TV, misol uchun, yoki Jane is watching TV. Yo'q, o'zingizlar, ya'ni hammasi present continuousdan foydalanib, shu gaplar to'g'ri bo'lsa is bilan birga ing qo'shib ishlatamiz, agar noto'g'ri bo'lsa not qo'shib qo'yamiz. Ya'ni xuddi shu rasmga qarab javob yozishimiz kerak. Keyingisida what's happening now? Hozir nima bo'lyapti? Ya'ni bu o'zingiz haqingizda shuni yozishingiz kerak. Misol uchun
I'm not washing my hair. Ya'ni sochimni yuvmayapman, boshimni yuvmayapman yoki sochimni yuvmayapman. Yoki it's snowing yoki or it isn't snowing. Ya'ni qor yog'yapti yoki yog'mayapti. Ya'ni hammasi o'zingiz vaziyatingizdan kelib chiqib present continuous ishlatishingiz kerak. Ya'ni bu yerda am is are ishlatamiz, keyin ing qo'shamiz fe'lga. Bo'ldi shu. Okay guys, davom ettiramiz. Unit number 4, 4-unit. Present continuous mavzuyimizni davom ettirgan holda uyga vazifalarini ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yerda birinchi exercise'da nima qilishimiz kerak? Rasmlarga qaraymiz va shunchaki savollar yasashimiz kerak. Misol uchun birinchisida, ya'ni you watch TV. Endi you ga nima ishlatamiz? Are birinchi keladi chunki savol. Are you watching it? Ya'ni are you watching it? Xuddi shunaqa. Ya'ni bu yerda siz shunchaki to be va ish harakatga ing qo'shib qo'yamiz. Albatta shu, ya'ni strukturaga qaraymiz, bo'ldi. Keyingisi bunda ham xuddi shu. Rasmlarga qaraymiz va savollarni tugatishimiz kerak. Ya'ni where she nimadir. Misol uchun. Endi bu qiz ketyapti, ya'ni biz go ishlatishimiz kerak. Where is she going? Xuddi shunaqa. Keyingisida xuddi shulardan foydalanib, ya'ni bularni shunchaki tartib bilan qo'yib savol yasashimiz kerak. Ya'ni birinchi am is are ishlatamiz, keyin subject ishlatamiz, xuddi mana bunga o'xshab, keyin ish harakatiga ing qo'shib qo'yamiz. Bo'ldi, bu savol bo'ladi, question formi. Endi oxirgisi short answer. Short answer to be niki bilan bir xil edi. Ya'ni yes I am, no I'm not. Xuddi shunaqa. Misol uchun are you wearing a watch? Ya'ni bu o'zingiz haqingizda. Bemalol yozsangiz bo'ladi, xohlaganingiz. Misol uchun are you wearing watch? Soat taqib olganmiz hozir? No I'm not. Yo'q, taqmaganman. Yes I am. Yo'q, hammasi o'zingizlar haqingizda yozsanglar bo'ladi. Okay guys, ketdik. Xo'p. Unit number 5. Present simple mavzuyimizdagi uyga vazifalarni qanday bajarish bo'yicha bitta instruksiya berib o'taman, ko'rib chiqamiz. Xo'p, ketdik. Birinchisida write these words with s or es, ya'ni shu so'zlarga s qo'shiladimi yoki es qo'shiladimi shunchaki qo'yib chiqishimiz kerak. Misol uchun he think bo'ladi, ya'ni he thinks bo'ladi. Xuddi shunaqa, ya'ni s qo'shishimiz kerak. Qolganlari ham xuddi shunaqa, ya'ni qoidalarni o'tganmiz, buni tushuntirib o'tirmayman. Keyingisi rasmdagi so'zlarga qarab present simple dan foydalanib mana bu so'zlarni to'g'ri joyga qo'yishimiz kerak. Misol uchun they nimadir? In very big house. They live. Ya'ni yashashadi, ular yashashadi. Ya'ni agar he she it bo'lsa bilamiz, qoidasi bo'yicha qo'shimchalar qo'shishimiz kerak. Xo'p, shu so'zlardan foydalanib bu gaplarni to'ldirishimiz kerak. Ya'ni bularga kerak joylarda s yoki es qo'shishimiz kerak. Misol uchun Maria speak, ya'ni speak ishlatilgan, mana speaks. Nima uchun speaks? Chunki she bo'lgani uchun. Keyingisi shularni tartib bilan qo'yib, kerakli joyda, ya'ni s yoki es qo'shib ishlatishimiz kerak. Ya'ni tartib bilan qo'yib gap tuzishimiz kerak. Xuddi mana bunga o'xshatib, faqat kerak joyda mana arrive so'ziga nima qo'shilgan, bu yoqda yo'q. Arrives xuddi shunaqa, ya'ni kerak joyda qo'shimcha qo'shishimiz kerak. Xo'p, endi bu yoqda o'zingiz haqingizda gap yozishingiz kerak. Faqat mana bulardan foydalanib, har doim, always, never, often, usually, sometimes lardan foydalanib gap tuzishingiz kerak. Read in bed, misol uchun I always read in a bed. Misol uchun doim men kravatimda kitob o'qiyman, misol uchun. Xuddi shunaqa davomida o'zingiz bajarasiz. Okay, unit 6. Xo'p, uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Present simple mavzuyimizni davom ettirgan holda, xo'p, bu yoqda endi gaplar berilgan, xuddi shu gaplarni negativga o'zgartirib qo'yishingiz kerak. Ya'ni yoki don't yoki doesn't ishlatib gaplarni qo'yishimiz kerak. Misol uchun Anna plays the piano very well, ya'ni Anna pianinoni yaxshi chaladi. Endi nima deyishimiz kerak? Anna she bo'lgani uchun doesn't bo'ladi. Doesn't endi play emasda, plays chunki does da s bor, shuning uchun. Anna doesn't play the piano very well. Xuddi shunaqa negativda yozishimiz kerak. Xo'p, endi bu yoqda mana bu informatsiyaga qaraymiz. Misol uchun yes no, ya'ni Ben and Sophie. Yes no nimadir savollarga. Endi Kate, keyin bu siz o'zingiz haqingizda yozishingiz kerak. Ya'ni bu yoqda shu 3 ta narsa qaysi biri ya'ni sizga to'g'ri keladi. Misol uchun classical music yoqtirasizmi? Do you like classical music? Endi Ben bilan Sofiyani yozishingiz kerak. Mana classical music yaxshi ko'rishadi. Endi boxing ular yomon ko'rishadi. Xuddi shunaqa tartibda yozishingiz kerak. Keyingisi, endi bu yoqda o'zingiz haqingizda yozishingiz kerak. I never, man hech qachon yoki I often, I don't very often, nimadir. Xuddi shulardan foydalanib, mana bulardagi gaplardan, so'zlardan foydalanib gap tuzishingiz kerak. Misol uchun mana I don't watch TV very often, man ko'p televizor ko'rmayman. Hammasi o'zingizga bog'liq. Xohlasangiz buni yoki xohlasangiz buni ishlatasiz. Men bularga qaysi biri to'g'ri kelsa, o'zingiz haqingizda bular. Keyingisi, endi biz bu yoqda negativ gap ishlatishimiz kerak yoki don't yoki doesn't ishlatishingiz kerak. Keyin ulardan keyin mana bu so'zlardan mosini qo'yishimiz kerak kerakli joylarga. Misol uchun Paul has a car, but he
It's very often. Misol uchun Paul mashinasi bor, lekin u nima qilmaydi? He misol uchun uses. It's very often. He doesn't misol uchun. Endi mana don't doesn't bilan birga ishlatishimiz kerak, xuddi shu tartibda. Keyingisi. Mana bu so'zlarni endi kerak joyda pozitiv, kerak joyda negativdan foydalanib, mana bu qavs ichidagi ish harakatlarni to'g'ri joyga, ma'nosiga qarab qo'yishingiz kerak, yoki pozitiv yoki negativdan foydalanib albatta. Okay guys, davom etamiz. Unit number 7, 7-unit present simple mavzuyimizni davom ettirgan holda uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu yoqda nima qilishimiz kerak? Juda ham oson. Siz shunchaki savol yasashingiz kerak. Ya'ni do does dan foydalanib savol yasash kerak. Endi ketdik. I like chocolate. Men shokolad yaxshi ko'raman. How about you? Endi siz shu how about you ni, ya'ni I like chocolate ga endi siz savol berishingiz kerak. Do you like chocolate? Shokoladni yaxshi ko'rasizmi? I play tennis. How about you? Endi do you play tennis? Xuddi shunaqa, ya'ni savol. Shularga moslab savol tuzib chiqishimiz kerak. Keyingisi. Xo'p, shu so'zlardan foydalanib, do does dan foydalanib ham keyin tartib bilan qo'yib savol yasashimiz kerak. Ya'ni do does ishlatamiz, keyin bularni tartib bilan qo'yamiz. Misol uchun where do your parents live? Ya'ni ota-onangiz qayerda yashashadi? Qolganlari ham xuddi shunaqa, yoki do yoki does ishlatamiz. Agar so'roq so'z bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qayerda, nima, kim degan narsalar bo'lsa, gap boshida keladi. Undan keyin do yoki does, keyin yog'i bularni tartib bilan qo'yib chiqamiz. Bularni o'rganganmiz hammasini. Keyingisi. Xo'p, bu yoqda ham savollarni tugatishimiz kerak faqat mana bu so'zlardan foydalangan holda. Ya'ni bu yoqda javoblar turibdi. Shu javoblariga qarab siz savol tuzib chiqishingiz kerak. Bu juda ham oson. Misol uchun it's okay. I work in a bookshop. Ya'ni u kitob magazinida ishlar ekan. Misol uchun endi bunga savol beramiz. Do you enjoy it? It's okay. Ya'ni unda mazza qilasizmi? Yoki nimadir xullas mosini qo'yib tarjima qilib qo'yishimiz kerak. Keyingisi endi short answer yozishimiz kerak. Ya'ni qisqa qilib aytsam yes I do yoki no I don't. Xuddi shunaqa, ya'ni do you watch TV? Ya'ni bular hammasi o'zingiz haqingizda ekan. Do you live in a big city? Agar ha bo'lsa yes I do, yo'q bo'lsa no I don't. Xuddi shu shaklda qo'yamiz. Guys, davom ettiramiz. Unit 8, 8-unit present simple versus present continuous. Ya'ni present simple bilan present continuous. Ya'ni farqi haqida uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Qanday bajarishimiz kerak? Mana bu rasmlarga qarab, shular haqida savol berishimiz kerak. Ya'ni to'g'rirog'i javob berishimiz kerak. Does he take photographs? Yes, he does. Ya'ni u rasmlar olib turadimi? Ha, olib turadi. Is he taking a photograph? Ya'ni u rasm olyaptimi? Yo'q. No, he isn't. Ya'ni savollar, javoblar xuddi shunaqa shaklda davom etamiz. Qolganlari ham xuddi shu. Ya'ni yoki present simple ishlatishingiz kerak yoki present continuous. Keyingisi. Siz bu yoqda yoki amizar ishlatishingiz kerak yoki do, don't, does yoki doesn't. To'g'ri joyda, to'g'ri, ya'ni yoki bulardan foydalanishimiz kerak. Excuse me, do you speak English? Bu bor. Ya'ni where is Kate? Kate qayerda? I don't know. Ya'ni men bilmayman. Xuddi shunaqa. Keyingisi. Bu gaplarni yoki present continuousda yoki present simple'da qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yoqda mana qavs ichida berilganlarni yoki present simple yoki present continuousda vaziyatga qarab qo'yishimiz kerak. Listen, eshiting. Listen bilan nima ishlatardik? Buni o'tganimiz videoyimizda tushuntirib bergandim. Listen, somebody is bo'ladi. Somebody is singing. Ya'ni kimdir kuylayapti, eshiting. Xuddi shu tartibda bajaramiz. Guys, davom ettiramiz. Xo'p, unit 9, 9-unit have va have got haqida gaplashamiz. Xo'p, endi uyga vazifalarini ko'rib chiqamiz. Siz shunchaki bu yoqda gotdan foydalanib gap tuzishimiz kerak ekan. Ya'ni he has a new job. Ya'ni bu yoqda have has dan foydalanib gap berilgan. Siz shuni shunchaki have got has got ga o'zgartirib chiqishingiz kerak. Bu juda ham oson, tushuntirib berganman video darsda. Keyingisi do does yoki don't doesn't ishlatishimiz kerak. Ya'ni bu yoqda xuddi shuni teskarisi. Ya'ni bu yoqda sizga have got has got bilan gaplar berilgan. Savol bo'lishi mumkin yoki negativ yoki pozitiv bo'lishi mumkin. Siz shularni shunchaki have has o'ziga o'zgartirasiz, ya'ni gotsiz shaklga o'zgartirishingiz kerak. Xo'p, keyingisi. Bu yoqda endi savollar bor. Shu savollarga shunchaki javob berishimiz kerak. Ya'ni mana bu yoqda markga javoblari bor ekan. Ya'ni mark qanaqa javob bergan? Ya'ni no, yes, xuddi shunaqa. Shu gap javoblardan foydalanib biz
has got yoki hasn't got yoki nimadir ishlatishimiz kerak. Ya'ni shu yoqda qaysi biri to'g'ri kelsa. Endi bu yoqda what about you? Ya'ni sizchi deyapti. Ya'ni write sentence with I've got or I haven't got. Ya'ni bu yoqda endi o'zingiz haqingizda. Misol uchun a dog, kuchugingiz bormi? Misol uchun itingiz bormi? Misol uchun I have got a dog. Misol uchun I've got a dog. Misol uchun itim bor. Xuddi shunaqa tartibda foydalanishimiz kerak. Keyingisi have has yoki don't have yoki doesn't have ishlatishimiz kerak. Ya'ni bu yoqda qaysi biri to'g'ri kelsa, ya'ni have yoki has yoki don't have yoki doesn't have ishlatib to'g'ri joyga qo'yishimiz kerak. Gaplarni o'qisak o'zi ma'nosidan bilinib turadi. Misol uchun Charles isn't happy. Charles baxtli emas. He a lot of problems. He endi nimaga baxtli bo'lmaydi? Problemasi ko'p, muammosi ko'pligi uchun. He shunchaki has a lot of problems. Uni ko'plab muammolari bor. Endi oxirgisida have has got yoki haven't hasn't got ishlatishimiz kerak. Xo'p, endi bu yoqda endi mana bu yoqdagi so'zlardan foydalanib to'g'ri joyga qo'yib ketishimiz kerak. Everybody likes Tom. Hamma Tomni yaxshi ko'radi. He has got, misol uchun, he has got a lot of friends. Misol uchun, uni ko'plab o'rtoqlari, do'stlari bor. Xuddi shu tartibda kerakli joyda kerakli narsani ishlatishimiz kerak. Okay guys, davom ettiramiz. Unit number 10, 10-unit. Xo'p, was were haqidagi uyga vazifalarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, was were birinchidan nima qilishimiz kerak? Xo'p, kecha shu odamlar soat 3 da qayerda bo'lishgan? Shu bo'yicha shunchaki yozishimiz kerak. Ya'ni was were'dan foydalanib rasmlarga qarab to'ldirishimiz kerak. Misol uchun Jack and Kate ular qayerda bo'lgan? Jack and Kate were in the cinema. Misol uchun kinoda edi. Xuddi shunaqa, ya'ni rasmlarga qarab to'g'ri uni qo'yishimiz kerak. Ya'ni to'g'ri yoki was yoki were ishlatishimiz kerak, kerakli joy bilan birga. Xo'p, keyingisi bu yoqda siz yoki am is are, ya'ni hozirgi zamondagi to be yoki was were o'tgan zamondagi to be ni ishlatishimiz kerak. Vaziyatga qarab, ya'ni today the weather, today bugun deyapti, shuning uchun is ishlatamiz. But yesterday kecha deyapti, it was very cold. Xuddi shunaqa. Keyingisi was were yoki wasn't yoki weren't yoki pozitiv yoki negativ shaklni ishlatishimiz kerak vaziyatdan kelib chiqib. Mark at work last week because he ill. He's better now. Ya'ni kasal. Kasal bo'lsa nima bo'lgan? Ishga bormagan bo'ladi. Mark wasn't at work last week because he was ill. Ya'ni u kasal edi. Xuddi shunaqa yoki was yoki wasn't yoki were yoki weren't ishlatishimiz kerak. Endi keyingisi mana bu so'zlarni was were'dan foydalanib savol tuzishimiz kerak edi. Tartib bilan qo'yishimiz kerak. Mana bu yoqda endi javoblari turibdi. Difficult your exam. Endi was your exam difficult. Ya'ni was nima uchun? Was chunki your exam itga to'g'ri keladi. Shuning uchun ham savol bo'lgani uchun was birinchi, keyin your exam, keyin difficult savol. Endi bu yoqda javobi no, it was easy. Yo, oson edi. Xuddi shu tartibda bajaramiz.